kimki har taqdir to'g'risida gapirib yursa, men aytib beraman ertaga nima bo'lishlarini. Menga odamlarim yetkazib turadi. Men mana shunaqa fazilatga ega bo'lib qoldim. 5-6 kunni ham, 1 yilligini ham, 2 yillikini ham deb taqdirlarga aralashib yursa, nihoyatda ko'p Alloh qiyomatda xo'sh sen qayerdan bilding, nima bildirdi, nimaga taqdirga sen bunday osilding deb Alloh 1000 yillab halik boshqa hisob kitob o'tmish taqdirda hisob kitob bo'lar ekan. Taqdirdan gapirmagan odamdan umuman Alloh u to'g'risida so'ramas ekan.